xususiy maktab ustuni tajribali o'qituvchilar ishga qabul qilayotganingizda nimalarga e'tibor berasiz? Albatta Abbosjon, o'qituvchilar eng asosiy diqqat markazimizdagi insonlar hisoblanadi. Biz o'qituvchi tanlashimizda ko'proq ularning ma'lumotiga e'tibor beramiz, ularning sertifikatlari bormi, shularga e'tibor beramiz va eng asosiysi metodikasiga ham e'tibor beramiz, chunki ular o'quvchi bilan bor mehrini berib va o'zini metodikasi bilan eng yuqori metodika bilan ishlash kerakki, bolalarga yaxshi natija bera olish kerak. Va yana bittasi, o'qituvchida ichki motivatsiya kuchli bo'lishi kerak. Shundagina o'quvchini o'ziga torta oladi va individual yondasha oladi va yaxshi natija bera oladi. Muxlis opa, mana shu talablarga javob beradigan kuzatuvchilarimiz ichida o'qituvchilar bo'lsa, bo'sh vakansiya bormi Cherful maktabida? Bor. Aynan hozir kimyo va biologiya fanlari bo'yicha biz o'qituvchilarga vakansiya e'lon qilganmiz. Aynan mana shu sifatlar bo'ladigan o'qituvchilarni biz ishga qabul qilamiz. Hurmatli ustozlar, agarda sizlar yaxshi jamoa bilan, yaxshi maktabda, eng asosiysi yaxshi rahbar bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, mana shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.